Nega bizni bobo-buvilarimiz har kuni non yegan, biz esa undan kasal bo'lyapmiz? Nima o'zgardi? Ajdodlarimiz non yeb kelgan-ku deymiz, lekin bitta muhim narsani unutib qo'yapmiz. Bugungi non biz bilgan o'sha qadimiy non emas. Gap glutenda. Zamonaviy bug'doy navi noni yumshoq va chiroyli bo'lishi uchun o'zgartirilgan. Unda gluten konsentratsiyasi keskin oshgan. Bu oqsil oshqozonimiz uchun juda ham og'ir. Uni parchalab tashlashga organizmimiz kuchi yetmaydi. Bu xuddi tizimimizga har kuni ortiqcha yuk ortishdek gap. Ikkinchidan, tayyorlanish jarayoni. Ilgari non tabiiy xamirturushda soatlab achitilib, gluten tabiiy parchalangan. Hozir esa hammasi shoshilinch, ya'ni 1 soatda tayyor bo'ladigan sanoat dro'jalari. Bundan tashqari dalalarga sepiladigan o'g'itlar va pestitsidlar ham donda qoladi. Bularni hammasi ichaklarimizni sekin asta zaharlaydi. Natijada nima bo'ladi? Ichakda yallig'lanish, doimiy holsizlik, oshqozon muammolari va ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Bu bizni organizmimizni bu mahsulotga bergan tabiiy signali va noroziligi. Agar siz ham sog'ligingizga befarq bo'lmasangiz va bunday xatolardan qutulmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda sog'lom ovqatlanish va organizmni tiklash bo'yicha foydali ma'lumotlarni doimiy ravishda ulashib boraman.